Bitta zapravka bilan xudo xolasa trassada 1000 kilometrda probegini dirs uradigan Cobalt avtomobilimiz tayyor bo'ldi. Hamma yog'i original jihozlar bilan ustanovka qilib berildi. 90 talik gaz balon, Belarusda ishlab chiqarilgan gaz balon maksimal darajada ichkariga kirgizilib, avvalgi chanalar bilan cho'tki qilib ustanovka qilib berildi. Har doimgidek programma, proshivka, motor, korobka, o'zini pultiga zavod qilingan hamma yog'i ichida qilib berildi bonusiga. Xo'p, blok upravleniyamiz original Optima Pico Polshaniki. Elektron sistema, maptachik, sudachik, puchatilgacha Polshaniki. Farsungamiz Valtek, italyanskiy, reduktorimiz Atiker Troitskiy reduktor bo'ldi. Hid chiqarmasligi uchun italyanskiy fragment ishlanganlardan foydalanadi. Kimga shunday sifatli va tezkor va ishonchli xizmatlar kerak bo'layotgan bo'lsa, bu komplektatsiyamizga 1 yil garantiyasi bilan ustanovka qilib beramiz. Xudo xolasa, pastdagi raqamlarga bemalol aloqaga chiqishingiz mumkin, batafsil ma'lumotni olishingiz mumkin. Narx qiziq bo'ladigan bo'lsa, kommentariyada buyursa belgisini qoldiring. Biz sizga albatta javob yozib o'tamiz. Sizga qaysi avtomobilga metan yoki propanning narxi, ustanovkaning narxi qiziq bo'ladigan bo'lsa, uni ham kommentariyada yozib qoldirishingiz mumkin. Albatta sizga javob yozib o'tamiz. Barcha turdagi avtomobillarga metan, propan gaz ustanovka xizmati mavjud.